Biz yashaydigan joy. Salafanda o'ralgan yo'q. Hayollar uy qilib qilingan. Bismillah. Mana ozoda, pokiza, xon taxtamiz bor, ovqatlangani. Mayda o'sha patinka-matinkagacha boshlaydigan vishilkalarimiz bor. Penaplex bilan polni o'ralgan. Qishda mana mana shu qishda ham maza qilib bolajonlar bemalol yashab, bemalol ishlar qilishgan. Asbob anjomlarimiz pastga qo'yamiz. Paloslar solingan. Va misol gilomga o'xshagan mana yotoqlari mana bo'ladi. Hamma narsasiga bor ham yo'q mana. Pastda asbob anjom, abagratillar mana asbob anjomlar, surxoblar hamma yo'q, chiroyli ozoda, pokiza. Va ustakalar, sal o'zlaringni hurmat qilinglar. Zakashid oldida ham o'zlaringni hurmat qilinglar. Chiroyli joy qilinglar. O'zlaringiz zo'r ish qilasizlar. Malades, mustahkam, chiroyli zo'r ishlar qilasizlar, lekin yotoqqa, yeb ichishga ozgina bee'tibor bo'lib qolasizlar. Ustalar tarafdorimiz, ustalar hurmatini oshirish maqsadimiz bor. Ustalarni behurmat bo'lib ketayotgan paytda ustalarni hurmat qilishga shu yondoshib birlashishni harakat etamiz. Ustalar o'zlarini hurmat qilinglar, ozoda, pokiza bo'linglar. Bir ishlayotgan odam faqat ishlaringdan emas, yashash tarzlaringdan, oziq ovqat qilishlaringdan bunday bir xursand bo'lsin. Shu mavzularga e'tibor beringlar. Mana xolodilniklar o'zimizniki bu hammasi. Bu bizga zakashlik qilib bermaydi mana. Hamma xarajatlarimiz mana hamma yo'q turadi. Ozoda, pokiza bo'lib, kanalizatsiyaga ulangan tualetlar. Shunchaki ba'zan chuqurga sasib qilib qo'ymaganmiz. Shashagan qilib qo'yganmiz, hamma yo'q bo'lgan, atini ko'rsataman. Usta bola, hurmat ko'taringlar endi. Tushunganlarga rahmat. Qo'llashda, bir-birini qo'llashda o'rganaylik. Ustamiz bu, sog' bo'linglar.